Dilshod, hozir bolalar hammasi aytdi. Yomon so'z bilan so'kinibsan. So'kindingmi? Kecha ham sariq oluvding-a so'kinish bo'yicha. To'g'rimi? Qara Dilshod, menga qara. Mana yana bugun senga sariq. Agar hozir mana shu o'yin davomida sariq kartochka yana so'kinsang qizil olasan-da bu o'yinda o'ynamaysan, o'yindan chiqib ketasan. Tushunding-a? Endi tushuntiraman. FIFA qoidasi bo'yicha so'kinganga 11 metr penalti bermaydi. O't bu yoqqa, bu yoqqa o'tib tur. Penalti berilmaydi. Eshitinglar, hoy bolalar. Eshityapsiz, hoy bolalar, sizlarga gapiryapman. FIFA qoidasi bo'yicha so'kinganga penalti bermaydi, qizil beradi, qizil. Mana, eshityapsizlarmi? Qizil berib chiqarib yuboradi sudya. Mana bu qizilni ko'rsatib chiqarib yuboradi. Eshitdilaringmi? Men sizlarni so'kinishdan qutulishlaring uchun men sizlarga hozir penalti beryapman-da, keyin orqasidan ikkinchi so'kinsalaring qizil beryapman. Yana so'kinsalaring bolalar qizil. Mana hozir Dilshod qizil oladi. Endi tayyorlandik. Kim tepayapti? Husanmi? Husan, tayyorlandik. Yashil kartochka mana ko'rsatildi. Tep. Yo'q, gol bo'lmadi. Shtangani yonidan ketdi. Tez olib keldik markazga, vaqt ketyapti. Birinchi taym tugay deb qoldi. Tez bo'linglar. Tez olib kel. Olib kel. Bo'linglar. Tez ot markazga olib kel. Ya markazdan emas, gol bo'lmadi, o'sha yerdan boshla. Sanjar. Ya hozir hammang sariq olasan, bolalar. Tepib ber bo'l, vaqt ketyapti. Senlar nima yopishyapsan to'pga? O'yiningni o'yna. Tep bo'l, vaqt ketyapti. Boshladik. Havolatim narigi qirg'oqqa Sanjar Abdunabiyevga uzatdi. U katta tezlikda olib ketyapti. Yelka bilan kuch ishlatdi Sanjar Abdunabiyev. Dilshod Sanjar Alibekovga pas berdi. Undan Azizbek olib qo'ydi. Nimaga pas berdi? To'pni Sanjar Abdunabiyev olib qo'ydi. Undan Azizbek olib qo'ydi. To'p Sanjar nimada? Alibekovda. Kamoliddin hujumga ketyapti. O'ng qanotda katta tezlikda to'pni haydab boryapti. Himoyachilar yopishib olib qo'ydi. O'yna. To'lqinga pas berdi. To'lqin to'pni haydab olib ketyapti. Boshlab ketdik. O'yna. Sanjar Abdunabiyev katta tezlikda olib ketyapti to'pni. Dribling qilib aldayapti. O'ng qanotda Sanjar Abdunabiyev to'pni oldirib qo'ydi, dribling qilib. To'pni oldirib qo'ydi. To'p Azizbekda. Dilshod keldi. To'pni ola olmadi. Azizbek To'lqinga pas chiqardi. Naryoqda. Siz so'kinyapti. Nima deb so'kindi? Yolg'ib ketyapti siz. To'xta, aytma. Stop.